Assalomu alaykum do'stlar. Bugun yana men Kamranbek. Bugun yana bitta mavzu o'tamiz. Bu mavzuning nomi esa linklar bilan ishlash. Linklar bilan biz qanday ishlaymiz? Masalan, tutorials pointga kiramiz. Tutorials point eng yaxshisi, avvallar ham aytdim. Biz masalan AT'ga ochib olamiz. Uning ichiga esa href nomli atribut yozamiz. Bu ya'ni bizga link qo'shib beradi. Bu juftdek. Eslaringizdan chiqarmaysizlar. Hrefga masalan kun.uz desak, kun.uz. Va biz bu yoqda chiqarib bergan silkani kopirovat qilib bu yoqqa joylaymiz va bu yoqda tarjit teng pastki blank deb yozib qo'yamiz. Va aning ichiga kun deb yozib qo'yib buni bossak, bunga o'tib ketadi. Bugungi darsimiz shulardan iborat. Ya'ni bugun biz linklar bilan ishlashni o'tgan edik. Bugungi darsimizni tugatsak ham bo'ladi. Xayr hammaga.